Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Avvalgi videomizda sizga va'da qilganimizdek, umurtqa pog'onasi markaziy kanalda hajmli hosila aniqlangan bemorimiz haqida to'liq video joylashtiramiz deb va'da bergan edik. Bugun shu haqda ushbu bemorimiz 56 yoshdalar ayol kishi bizga murojaat qilishlaridan bir oy avval bel sohalarida og'riq paydo bo'lgan va ular urolog mutaxassisiga murojaat qilganlar. Urolog tomonidan buyurilgan barcha tekshiruvlarda buyraklar patologiyasi aniqlanmagach, bemor nevrolog ko'rigiga yuborilgan. Nevrolog bemorni birlamchi ko'rigidan so'ng unga oddiy MRT tekshiruvi buyurilgan. Bu tekshiruv o'tkazilganda bemorda ikkinchi bel umurtqasi chap tomonlama neyroforamen, ya'ni nerv chiqadigan teshikda keyini hajmli hosila aniqlangan. Ushbu hajmli hosilani ko'rgandan so'ng nevrolog bemorni bizga yo'naltirgan, ya'ni neyroxirurglarga. Biz bemorni ko'rdik va qo'shimcha tekshiruv zarurligini bemorga tushuntirib, kontrastli MRT tekshiruvini o'tkazdik. Ushbu tekshiruvdan so'ng bizni hajmli hosila tashxisimiz o'z tasdig'ini topdi va bemorga operativ davo taklif etildi. Operatsiyadan oldin bemor kardiolog ko'rigidan o'tdi, anesteziolog ko'rigidan o'tdi. Barcha qon va siydik tahlillarini topshirgandan so'ng bemor operatsiyaga olindi va operatsiyamiz muvaffaqiyatli o'tdi. Afsuski, texnik imkoniyatlar sababli sizlarga operatsiya jarayonini taqdim eta olmaymiz. Ammo operatsiyadan so'ng bemorimiz ertasi kunning o'ziga darrov oyoqqa turdi va uning holatlari yaxshi edi. Hech qanday og'riq yoki uyushishlar his qilmadi o'z oyog'ida. Nevrologik defitsitlar ham bo'lmadi. Shuning uchun operatsiyani 3-kunida uyga javob berdik. Albatta, operatsiyadan so'ng ham MRT tekshiruvlarini o'tkazdik. MRT tekshiruvida bemorda uchala proyeksiya, ya'ni frontal, sagital va aksial proyeksiyada ham hech qanday hajmli hosila elementlari aniqlanmadi. Shunaqa bo'lsa ham bemorga onkolog maslahatini olish tavsiya etildi. Shu o'rinda siz azizlarga yana bir ma'lumotni eslatib o'tishim joiz. Agar buni shifokorlarimiz ko'rsa ham, shifokorlarimizga ham iltimos qilib qolardimki, bemorlarga va ularning qarindoshlariga to'g'ri informatsiya berishni. Insonda aniqlanadigan har bir hajmli hosila, ya'ni o'sma kasalligi hech qachon urg'ochi yoki erkak turiga bo'linmaydi. Bu hujayralar yaxshi sifatli yoki yomon sifatli bo'lishi mumkin. Yaxshi sifatli degani bu o'smalar olingandan keyin qaytib chiqish ehtimolligi juda ham kam bo'ladi va boshqa a'zolarni zararlamaydi, ya'ni metastaz chaqirmaydi. Yomon sifatli o'smalar esa bu o'smalar kimyo, nur terapiya yoki jarrohlik amaliyoti orqali olib tashlanganda ham qaytib o'sish ehtimolligi juda ham yuqori bo'ladi va o'zidan boshqa organlarni zararlaydi. Shuning uchun ham bu yomon sifatli o'sma deb ataladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizlarni kuzatib boring. Men yaqinda Business klinikasiga yotib davolanib chiqdim. Meni bir oydan beri belimdagi, oyog'imdagi qattiq og'riqlar bezovta qilib kelyotdi. Meni bu klinikada operatsiya qilishdi va men og'riqlardan forig' bo'ldim. Hozirda o'zimni juda yaxshi his qilaman. Men Neurolife jamoasiga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Hammangizga kattakon rahmat.